Oh, Bag'dod, oh! Ibratli hikoya. Bag'dodlik bir erkak cho'lda yo'ldan adashib qoldi. Och nahor, yupun qoldi. Nihoyat bir kuni uzoqdan qora jundan to'qilgan bir chodir ko'rindi. Sevinchidan Bag'dodlikning yuragi hapriqdi. Holdan toyib chodirga yaqinlashdi. Chodirda bir ayoldan boshqa hech kim yo'q edi. Ayol bu nochor yo'lovchini ochiq chehra bilan kutib oldi. Chodirdan joy berdi. Yo'lovchi ayolga: "Ey yaxshi ayol, suvsizlikdan o'layozdim. Suv bormi?" dedi. Ayol idishda suv keltirdi. Bir kosada musofirga suv berdi. Suv issiq va sho'r edi. Musofir suvni icharkan og'zi kuydi. Tuzi ham yomon ta'sir etdi. Musofir shu onda Bag'dodni esladi va "Oh, Bag'dod, oh! Qanday go'zal diyor ekansan. Endi qadringni bildim", dedi. So'ngra: "Ey yaxshi ayol, sen hech Bag'dodni ko'rganmisan?" dedi. Ayol: "Yo'q, tug'ilganimdan beri hayotim cho'llarda o'tyapti. Biz doim shu suvlardan ichamiz. Hozir erim ovga ketgan. Cho'ldagi kalamush, kaltakesaklardan tutib keltirsa, qorningni to'ydiradi", dedi. Bag'dodlik buni eshitib, tovuslar kabi faryod bilan yana: "Oh, Bag'dod, oh! Qanday muborak diyor ekansan. Bilmay yurgan ekanman", dedi. So'ngra ayolga Bag'dodni ta'rifladi va maqtandi: "Ey yaxshi ayol, bu yer olovli jahannam. Bu yerda sen qanday yashading? Bilolmay qoldim. Bag'dodning g'oyat latif havosi, bog'lari, oqar suvlari, anvoyi turli ne'matlari bor. Bu yerda esa hatto maysa ham o'smaydi. Jahannam kabi olovli bir qum daryosini ichida turasan. O'zing asra Allohim", deya nola qildi. So'ngra ayolga: "Ey yaxshi ayol, sizni Bag'dodga olib ketayin. Yurtimni ko'ring. O'sha yerda rohat qilib yashang", dedi. So'ng yana nola qilib: "Oh, Bag'dod, oh! Qanday muborak diyor ekansan. Qadringni bilmagan ekanman", dedi. Bir ozdan so'ng ayolning eri chodirga kirib keldi. Ayol eri keltirgan cho'l kalamishi va kaltakesakni so'yib, issiq toshlarning ustiga qo'yib pishirdi. Musofirni ham taklif qildilar. Bag'dodlik musofirning ko'z o'ngida shahrining go'zal bog'lari, qo'y go'shtlari, latif va havolari, jannatni eslatadigan manzarasi o'tardi. Bo'g'zini kuydirgan suvlarini ichayotganida, bu cho'lning yoqimsiz yemaklarini yeyishga majbur bo'lganida: "Oh, Bag'dod, oh! Qanday go'zal diyor ekansan", derdi. Ayol va xo'jayin chodirning tashqarisida yotdilar. Musofir chodirda yotdi. Ayol kechqurun eriga dedi: "Bu musofir oh, Bag'dod, oh deyapti. Bag'dodni ko'rganmisiz? U yer jannatga o'xshar emish. Biz ham o'sha joyga ketsak", dedi. Erining jahli chiqdi. "Ey xotin, har kimning so'ziga ishonma. Bu yerdagi ko'ngil erki u yerda yo'q. Bu yerda vujud jafosi bor, ammo hurriyat va ko'ngil safosi bor. Sen ahvolingdan mamnun bo'lmaguningcha jannatga kirsang ham rohat topa olmaysan", dedi.